Assalamu alaykum ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajan. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Amerikadagi iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizdan Roshan Abbos xonim riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti o'zining Amerikani markaz qilgan holda elib berayotgan siyosiy faoliyatlarini uzluksiz kuchaytirish orqali o'zining xalqaro ta'sirini kundan-kunga oshirib bormoqda. Sizlarni Uyg'ur harakati tashkilotining keyingi mezgillardagi faoliyatlaridan va Uyg'urlar masalasining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishidan tafsiliy xabardor qilish maqsadida bugungi Uyg'ur ovoz suhbat programmamizga hurmatli Roshan Abbos xonimni taklif qildik. Hurmatli Roshan Abbos xonim, alaydan vaqtingizni chiqarib bugungi programmamizga qatnashib berganligingiz uchun stansiyamizga vakolatdan sizga rahmat aytaman. Xush keldingiz. Rahmat ukam. Menga shu fursatni berganingiz uchun minnatdorman. Rahmat. Hurmatli Roshan Abbos xonim, sizning riyosatchiligingizdagi Uyg'ur harakati tashkilotining navbatdagi asosli xizmat nishoni nima? Oldi bilan bu vaqtda ozroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi ukam. Biz Uyg'ur harakati tashkilotini 2017-yilda qurganimizdan tortib, mana Dunyo Uyg'ur qurultiyi va barliq Sharqiy Turkiston tashkilotlari ve davadaki azimet serxillar bilen birlikte mürünü tirep Şarkı Türkistan'ın erkinliği, Uygur halkının hürlüğü ve ularını zulmetten kutulduruş için köreş kılışını hem de asaslık hizmet nişanımız dep belgilegen toq. Şunun yağı mana bu yolda faaliyetlerimizni muvaffaqiyatlik elib berishqa vatan millat degan o't yurak yoshlarimiz, aktivistlarimiz ve tashkilotimizdagi fidoyilarimizning biz bilan birlikda tirishchanlik ko'z tishi bilan birga mening akam doktor Rishad Abbos bilan erim Abdulhakim Idrislarning davomli yenimizda bo'lishi, bizni qo'llab-quvvatlashi tashkilotimizning texmi önümlü faaliyet berişlerimizde asaslık ve negizlik rol oynap kelatıdı. Mana Uyghur hareketi teşkilatımız 3 yıl burun kurulgan vaqtidan tortib ta hazırgacha şu navbatda Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchiligiga anglatish ve qarar sahiplariga, yani siyosiyonlar, davlatlardagi karar çıkırdığan muhim erbaplarga ta'sir ko'rsatish, xalqaro o'lchamlik raporlarni hazırlash, undan keyin Xitoyning tashviqot propagandadagi hujumlarga, her türlü ig'vo tuhmatlarga taqobil turish ve qarshi turish degandek mushtaq harakatlarimizni elib berish. Ondan keyin yana mustabid Xitoy hokimiyatining insoniyatga qarshi jinoyat olib berayotganligini isbotlab, ularni javobgarlikka tortish bilan aldirash bo'lyapmiz. To'xtamay Xitoy hukumati va boshqa har qanday bir taraflardan hujumlar, tuhmatlar bo'lyapti. Bu hujum tuhmatlarga bo'lsa, texmi tirishchanlik ko'rsatib, texmi jon fidokorlik bilan xizmat qilish bilan javob qaytaryapmiz. Chunki bundaq hujumlarning bo'lishi mayli tashkilotimizga, mayli hammamizga bizning to'g'ri yo'ldaligimizni qilayotgan ishlarimizninki Xitoyning janiga o'tayotganligi bizning tashkilotimizning Xitoy hukumatining ko'ziga mix bo'lib qadilayotganligini bildirdim. Endi 2017-yildan boshlab bu jazo lagerlar fojiasi bugungi kunda bir irqiy qatliam holatiga kelganligini biz shu 2 yildan beri buni biz takrorlab kelyapmiz. 2 yilning oldida so'zlagan so'zlarimizdan tortib bu genocide, ya'ni irqiy qirg'inchilik, irqiy qatliam deb kelgan. Ondan keyin jazo lagerlarining atrofiga selingan jasad ko'ydirish o'rinlari, ya'ni krematoriya deganlarni biz to'xtamay tekrar so'zlab kelgan 2 yilning yog'i. Mana hozir bu mu Amerika siyasi yollarının ağzından tekrarlanmadıdı. Ondan keyin 500 ming Uyg'ur balalarının ki Uyg'urlarning oilalaridan yulib elinib Xitoylarning ki oilalariga berilayotganligi va
state run orphanages deymiz, balalarni beqish hukumatninki ashunday o'rinlarga avatilib to'g'risidami so'zlab kelgandik. Ayni vaqtida 2 yilning oldida biz bu gapni degan vaqtimizda ba'zi Uyg'ur aktivistlarimiz, hatto ba'zi tashkilotlarimizni bizni pek oshirayotdinglar, bu gap bunday bo'lmasligi kerak deganlar bo'lgan. Mana bugungi kunlikda bu normal 500 ming Uyg'ur bolalarida bo'layotdi degan narsa hamma yerda normal takrorlanyapti. Ham shundaqla ayollarimizning tug'mas qilib etilganligi, yoshlarimizningki ishki o'lkalarga qul emgakchi qilib majburiy emgakka silinishi, andan keyin Uyg'ur qizlarining zo'rlik bilan Xitoylarga to'ylashga majburlanayotganliklarini biz 2 yilning yog'i to'xtamay takrorlab kelgandik. Mana bugun bu to'g'risida reportlar chiqyapti, dokladlar ta'minlanyapti, ham hamma yerlarda bu ig'izga ilinyapti. Demakki biz har qanday vaqtida biz bir Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lib sifatimiz bilan ham bir Uyg'ur faoliyatchisi bo'lib sifatimiz bilan biz siyosatga qarab yoki iqlimga qarab gap qilish emas, biz o'zimizning davosimizni haqiqiy ahvolida buni deyishimiz lozim. Andan keyin biz endi mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimizdagi abadiy aminlik shuari ostida biz Uyg'urlarni talto'kis yo'qotish uchun Bingtuanni ishlatib kelganligini, ya'ni 70 yildan beri Bingtuan orqali o'sha irqiy qirg'inchilikni asta elib berayotganligini so'zlab keldik. Mana bugungi kunda Amerika hukumati Bingtuanni jazoladi. Endi mushundaq biz asos qatlam qiladigan ishlarni shu asos qatlam xizmatlariga o'zimizning vision nishonimiz deb qilyapmiz. Undan keyin yana nurg'unlagan axborotlar bilan yordamlashib shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida, Uyg'urlarning bugungi uchrayotgan fojialari haqida televizor, gazet, jurnal va har turli xabarlarning chiqishiga yordamlashib kelyapmiz. Qanchalagan tillarda yolg'iz inglizchada emas, inglizchada, xitoychada, arabchada, turkchada degandek. Hani muxbirlar bilan davomli aloqalashib, lager guvohchilari va shunga munosabatli kishilar bilan arada ko'riklik rolini o'ynab, ularni lager guvohchilari va bunga munosabatli bo'lgan scholarlar, tadqiqotchilar va boshqalarning uchur elishi va muxbirlarningki shularni ziyorat qilishlari degandek bu turdagi xizmatlarni ishildik. Hammamiz bilishimiz lozimki, Uyg'urlar to'g'risida bir xabarning chiqishi, masalan, kichikgina bir yozilgan, 5 minutda o'qib bo'ladigan bir xabarning chiqishi uchun uningga qanchalagan odamlarning ko'zga ko'rinmagan xizmatlarning buningga singadiganligini jiq kishilar faraz qilolmaydi deb o'ylayman. Şu anda Uyghur hareketi teşkilatımız medyanın Uyghur faciası hakkında nurgulgan haberlerini çıkışıga yardımda bulup kalmasından bugünkü günde inkas eliş adresiga aylandı. Yani bir vaka olsa derhal biz bile alakalaşıp mandak iş doğrusu da sizler bununla uzanlarının inkaslarını bergen bolsanlar deydiğen yerge geldi. Anladıkken hatta siyasi yollarımı Uyg'urlar to'g'risida bir yerda so'zlamoqchi bo'lsa, bir qonun loyihasiga o'zi shu to'g'risida bir fikr bermoqchi bo'lsa, biz bilan aloqalashib, nima deyish lozimligi, qanday qilib o'ziningki shu xatda yoki shu so'zda yoki shu qilmoqchi bo'lgan ishida nimani asos qilib turishi lozimligi degandek tafsilotini bizdan so'raydi. Endi mushu holatga shu bizning tinmasdan qilgan faoliyatlarimiz, harakatlarimiz sababchi bo'ldi. Andan keyin yana Uyg'ur harakati tashkiloti biz har kuni degidek media axborotlar vositalarida Uyg'ur davosini kun tartibda tutib turishga tirishdik. Buning uchun to'xtamasdan social medialarda so'zladik, xabar chiqardik, press release deymiz, axborot e'lon qilish ularni qilib kelyapmiz. Endi mana bugungi kunda
Amerika Qo'shma Shtatlari şu davlat, Aqsaray, Kongress dairələri içində həm də bizniki bir yaxşı bir münasibətimiz ornatıldı və lobbyçilik xidmətlərini obdan qılıb kelyapmiz. Həm də Uyğur davasını anlatışda nurg'unlagan davlatlarda ziyoratda bo'ldik. Bu jarayonda ko'rdikki, haqiqatan Amerikanınki siyosati hamma davlatlarga nihoyatda yaqindan ta'sir ko'rsatgan. Shuning uchun şu davlat arboblarga, parlament a'zolariga, tadqiqot markazlariga, anandikin universitetlarga, diniy zotlarga Uyg'ur masalasini anglatib va Amerikada elib berilayotgan xizmatlarni ularga tunishtirish orqali ularning o'z davlatida Amerikada bo'layotgandek siyosiy, rasmiy Uyg'ur masalasi kun tartibga kelishi, Xitoy masalasi o'tirg'i chiqqanda har qanday bir siyosiy yo'lning Uyg'ur masalasini tang elib menishi to'g'risida shu tirishchiliklarni ko'rsatib keldik, ham ularningki davomli qo'llashini talab qilib keldik. Endi Amerikada Uyg'ur qonunininki chiqishida Uyg'ur harakati tashkilotining mishadagi boshqa tashkilotlar va boshqa da'vogarlar bilan o'xshash nihoyatda zo'r roli bo'ldi. Buningdan cho'ng rol o'ynadi. Andan keyin Uyg'ur harakati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan shu irqiy qirg'inchiligi haqida bu yil 7-oyda besib olingan Zimin Sharqiy Turkistonda Xitoyninki irqiy qirg'inchiligi degan nomda bir report chiqadi va buni butun dunyo jamoatchiligiga yo'llab shu dalil isbotlari bilan buni taqdim qildik. Bu reportimizda talab qilgan masalalarning ichida birsiga buni cho'qim hozirgi vatanda bo'layotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb bekitishimiz lozim degan talab qilingan bo'lsa, yana bir nuqtasi Sharqiy Turkistonni Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, Amerika hükümeti bo'lsin, bütün şu devletler Sharqiy Turkistonni besib olingan zimin deb qabul qilish kerak degan talabni qo'ydik. Andan keyin Uyg'ur yoshlariningki ichkiri o'lkalarga akitishga boshlagandan tortib shu majburiy emgak masalasini so'zlab kelyapmiz. Bu haqda to'xtamasdan maqola yozib, so'zlab matbuotlarda necha tillarda e'lon qilyapmiz. Andan keyin hozirgi navbatda Amerikada o'tgan oyda Amerika Kongressda ovozga selinib, nihoyatda yuqori ovoz bilan o'tgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidami biz Uyg'ur harakati 3-oyning 11-kuni shu qonun tanishtirilgan kunida biz Amerika parlamentida guvohlik berdik. Andan keyin yana o'tgan oyda shu qonun ovozga selinishining oldida yana Senat Amerika parlamentinin içindeki Kengash palatalarının içinde yani biz Uyghur hareketinden guvohlik berdik. Şimdi bu kanunun bu kanun layihəsinin kanun çıkışı üçün yani bütün gücümüzle tirishchilik ko'rsatyapmiz. Şu anda bugün Uyghur davası siz bayi so'zlab o'tganingizga o'xshash Amerikada asosliq bir holda davanınki aldırdı mengiyotgan tashkilotlarninki birisi bu o'ringa kelish uchun biz shu bütün tashkilotlar, bütün shu faoliyat qilayotgan Amerikadagi da'vogarlar hammamiz birlikda kuch chiqarib kelyapmiz. Yuqorida bergan ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Ro'shanboz xonim. Keyingi yillardan buyon Uyg'urlar masalasida Amerikada butun Sharq Turkiston xalqini mamnun qiladigan g'oyat zo'r ilgirlashlar yuz berdi. Siz Sharq Turkiston masalasining Amerikadagi taraqqiyot yuzilishiga shaxsan qanday baho berasiz? Amerikaning Uyg'ur siyosati boshqa g'arb demokratik ellarga qanday ta'sirlarni ko'rsatyotdi? Mushu haqida qisqacha bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rahmat ukam, to'g'ri deysiz. Endi bugun haqiqatanmi Uyg'ur davası Amerikadagi asosliq Amerikada hamda Uyg'ur davası asosli holda elib yengilyapti. Hammamiz buni ko'ryapmiz. Amerikadagi siyosiy yo'llar, senatorlar, shu kongressmenlar bo'lsin, millat vakillari Xitoyga qarshi
Her qandaq bir мәселені отырға açıqmaqçı bolsa, Xitayga qarşı bir siyaset turguzmaqçı bolsa, her vaqt Uyghur meselesini отырға elib chiqish. Uyg'urlar uchun so'zlash bilan o'zlarining Xitoyga bo'lgan siyosatini belgilayotdi demoqchi aytganda. Endi buni mana men Amerikada yashayotganimga 31 yil bo'ldi. 89-yili 21 yosh vaqtimda Amerikaga kelgan. Bugun Amerikada Uyg'ur masalasi bu qadar bir aniq shundaq har yerda Amerika siyosiy yo'llarining davomli o'tirg'i qo'ydigan bir masalaga aylangan bu xil holatga kelgan bo'lsa, buningki endi asosli sababi Amerikada Sharqiy Turkiston davosining mana shu holatga kelishi uchun vatanimiz Sharqiy Turkistonda shu xalqimizningki qirilayotganligi, milyonlagan Uyg'urlarning turmalarda, jazo lagerlarida xorlanishlari va yana milyonlagan Uyg'urlarning qul ishchi qilinib, erkinligi bo'lmagan holda ichkari o'rtlarga olib setilishlari ve shuningdek Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarining Amerikadagi Uyg'urlarning safarbarligi to'xtamasdan bu davoni qilishi va Amerikada dava sohasida yetishgan bir kadroning barliq kelganligi ham shuningdek bugungi Amerikaning siyosiy muhiti Xitoyningki insoniyatning dushmani ekanligini Amerika hükümetinin tonib yetishi ve shundaqla Dünya Uyghur Qurultiyi ve barliq Sharqiy Turkiston tashkilotlarının fikrda, so'zda, harakatda elib borgan amaliy ish birligining natijasi deb qaraymiz. Biz endi Uyg'ur harakati tashkiloti davomli shu milliy manfaatni birinchi o'ringa qo'yib turib, davomli milliy manfaatni birinci çıkış noktamız qilib turib xizmat qilyapmiz. Buningda endi bizning birdan-bir dushmanimiz elishadiganimiz shu Uyg'ur, Qozoq qatorliq musulmon xalqini qirayotgan, irqiy qirg'inchilik olib berayotgan mustabid Xitoy hokimiyati. Endi mushundaq bir tonish bilan qarg'an vaqtimizda, mushundaq bir kayfiyat bilan ish qilgan vaqtimizda biz davoni birinchi o'ringa qo'yib Amerikadaki şu hazırki Uyghur davasının kelgan holatini saqlab qilibli qolmay yana bir qadam oldiga olgan holda texmo bizningki vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy manfaati ashadiki izlayotgan xalqimizningki hurligi uchun xizmat qildira olamiz. Texcha Amerikada hamma xalq, ya'ni Amerikaliklarning hammasi Uyg'urlar meselesini bilip yetkin yok. Biz o'tgan hafta bir qancha bir muhim organlar bilan ko'rishib, Tashqi ishlar ministerligining shu Uyg'urlar ishni qilayotgan bir qancha odamlar bilan paranglashgandik. Shu yerdagi bir sinqan gibi mana shunday ta'sir qildi. Deydiki 90% Amerika xalqi, yerlik xalq dedi. Texi Uyg'urlarni bilmaydi, Uyg'urlar yuzlanayotgan ishlarni uqmaydi deb o'tib ketdi gibida. Shunga biz endi o'sha Amerikadagi Uyg'urlarning hech sal qaramagan holda hardim taldim demay takrar Uyg'ur masalasini Amerikadagi ommaviy xalqqa asos qatlam diniy, ijtimoiy, iqtisod, ma'rif, fan, madaniyat, tashviqot sohalaridagi qaror sohiblariga anglatib, ularning hisdoshligini va amaliy qo'llashini qo'lga keltirishimiz intayin muhim deb qaraymiz. Shunga Uyg'ur harakati bu tarafga nihoyatda nuqtali holda ko'ngil bo'lib, bu tarafdagi xizmatlarimizni intayin kuchlantiryapmiz. Anandan yana bir endi Uyg'ur harakatiningki hozir qilayotgan ishlariningki birisi endi hozir da'vo kasbiylikni talab qilyapti. Biz Uyg'ur harakati tashkiloti kasbiy xodimlarimizni ko'paytirish orqali Uyg'ur davosiga amaliy xizmat qiladigan da'vogarlarni yetishtirish va ularning mahorat talantlarini kashf qilib, da'vo sifida davomlashga kafolatlik qilish bizning bu muhim
misyonlarımızdaki biri. Andan keyin yana biz Uyg'urlarga egi chiqqan her sahadagi Uyg'ur davasının ichida Uyg'urlar uchun ish qilayotgan Uyg'urlarni biz Uyg'ur harakatininki bilim kuch tor suhbati YouTube kanalımız orqali ommaviy jamoatga taqdim qilyapmiz, ularni tanishtiryapmiz. Biz bu bilim kuch tor bu bilim kuch YouTube kanalımız bilan da'vogarlarimizning kimligi, ularning hayat tecrübeleri ve ularning arzu isteklarini ve Uyghur halkıdan kütüdüğün arzu armanlarını öz ağızları bilen halkı taqdim qilish fursatini beryapmiz. Endi bayman bir qurut deb o'tganimga o'xshash biz 2 yilning yog'i bo'libmi keyingi 1 yil biz Uyg'ur harakatida rasmiy kasbiy holda Uyg'ur davasini qilayotganimizdan beri mayli Avrupa, Yaponiya, Kanada, Avstraliya, Türkiye qatorliq nurg'un davlatlarda biz xizmatlarda bo'ldik. Mushu bizningki 1 yilning yog'i bo'lgan safarlarimiz jarayonida har qaysi davlatlarning davlat arboblari, siyosiyonlar bilan ko'rishish, paranlash jarayonida shuni his qildikki, Amerika bilan o'xshash qimmat qarashidagi demokrasiyani, inson haqlarini shu Amerikadagi insonlarning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydigan mushu qimmat qarashiga ega bo'lgan Amerika bilan ittifoqdosh davlatlarning hammasi degidek Amerikaningki siyosatiga qaraydi ekan, Amerikaning Xitoyga qarshi qattiq siyosat bekitib, shunaqa turli qonunlarni o'tirg'a chiqishi va amaliy harakatga o'tishi, ya'ni Xitoy mustabidlariga jazo e'lon qilishi, Bingtuanga o'xshash shundaq bizningki Sharqiy Turkiston xalqining qinini ichib kelayotgan muassasalarga jazo e'lon qilishlari boshqa davlatlarning endi harakatga o'tishiga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hozir ko'rganimizga o'xshash o'tgan qitimda Xitoyga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga qarshi ovoz bergan 22 davlat bo'lib, keyin 2 qo'shib 24 bo'lgan bo'lsa, bu yil 39 ga chiqdi. Ya'ni bir hassa bo'lay degandek yerga keldi. Mana mushular hammasi Amerikaningki Xitoyga qarshi amaliy harakatga o'tishi va qattiq siyosatininki natijasi deb o'ylayman. Rahmat. Hürmetli Ravshan Abbas xonim, Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildirish uchun muhojiratga Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilar va avom xalqimizdan nimalarni qilishini talab qilasiz, xalqimizdan nimalarni kutasiz, nimalarni qilishi kerak, mushu vaqtida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat ukam, bu nihoyatda muhim bir nuqtani o'tirg'a qo'ydingiz bu yerda. Amerika hamma davlatlarga o'xshash bu Amerikadami va boshqa hamma davlatlarda hukumat, parlament a'zolari, siyosiyonlar bular davomli almashib turadi. Shuning uchun hukumatning bir qitimliq bir turkumdagi siyosiyonlarningki qilgan ahvoliga qarab biz nishonimizga yetdik deb qarasak bo'lmaydi. Xuddi biz şu Amerikadagi Uyg'urlarning navbatda saylanning oldida hammamizning zimmamizdagi vazifamiz nihoyatda ig'ir bo'lganga o'xshash, butun dunyodagi muhojiratdagi Uyg'ur xalqimizning zimmasidagi vazifa intayin ig'ir. Chunki biz yolg'iz siyosiyonlarning, liderlarning Xitoydan oladigan manfaatlari, Xitoyningki har turli o'yinlari bilan o'zlarininki şu davlatning milliy manfaatini, iqtisodni birinchi o'ringa qo'yib, nurg'un o'rinlarda ochiq so'z qilmaslik, ochiq Xitoyga qarshi turmaslik, Uyg'urlarni ochiq qo'llamaslik degandek bir turkum siyosatlarga yuzlangandan sir Xitoy hukumati milyonlardan eshib milyardlarcha dollarlarni
yolg'on xabar e'lon qilishga, o'zlarininki Uyg'urlar to'g'risidagi yolg'on uchurlari, fitna fasadlari bilan butun dunyo miqyosidagi mayli hukumatlar bo'lsin, mayli siyosiyonlar bo'lsin, hammasini aldashga tirishayotdi. Endi bunday sharoitda ailemizga ega chiqishimiz, ailemizninki shu bo'lib tutilib ketgan ailemizdagilarga ega chiqishimiz, shu tutilib ketgan ota-onalarimizning, urug' tuqqanlarimizning, aka-hadilarimizning ovozi bo'lishimiz, shularning rasmlarini ko'tarib chiqib, mana men isbot. Xitoy yolg'on gap qilayotgan bo'lsa, mening oilamdagi mening ota-onam qani, akam qani, haddam qani, inim qani, singlim qani deb o'tirib chiqishimiz lozim. Tashkilotlar nihoyatda yaxshi xizmat qilyotdi, ammo tashkilotlarmi butun dunyo Uyg'ur qurultiyi boshliq, dunyo Uyg'ur qurultiyininki birlikda xizmat qilayotgan 70 dan ortiq tashkilotlar birligi bor hozir. Butun tashkilotlarninki yuzlanayotgani isbot achiq, isbotning qani degan vaqtida biz yanala bir necha yuz odamni aran ko'rsatib beralayapmiz. Agar 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozir jazo lagerlarida tutib olingan bo'lsa, agar muhojiratda 100 mingdan ortiq Uyg'ur yashayotdi desak, masalan Amerikada 10 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Kanadada shundoq 8-10 ming Uyg'ur bor deb o'ylayman. Avstraliyada shu oz deganda 5-6 ming Uyg'ur bor. Yevropada shundoq nurg'unlagan Uyg'urlar bor, Turkiyada texmi ko'p. Qani shu jazo lagerlarida yetayotgan 3 milliondan ortiq shu begunoh xalqimizning urug' tuqqanlari. Nimishki shular chiqib shularning ovozi bo'lolmaydi. Bu tarafda men bir oz içim püşüdü. Çünkü ayrım şahsi qaranglashib qarab baqsak, hamma Uyg'urninki o'z oilasidan bir tuqqanidan bo'lmasimi, mayli navra akasi, navra hadisi, tog'asi hammasi bo'lib, hamma Uyg'urninki oilasidan tutilib ketganlar bor, yo'qolib ketganlar bor. Ammo yana mani chiqsam, ani jazolab qolamdiki, yo mani so'zlasam ota-onamga, yo yana boshqa shu lagerga kirmaganlarga xavf xatar kelib qolamiki deb sukutni tanlayotganlar bor. Helimi mana bugun kelgan yo'limiz shu. Sukut qilmay, qarshilik qilmay kelgan o'rnimiz shu. 3 yilning oldida 2017-yili shu Xitoy jazo lagerlarini selib 1 milliondan ortiq Uyg'urni tutgan vaqtida qarab baqqan bo'lsak, da'vo qilayotgan tashkilotlarimiz endi bo'lgan siyosiy mundaqcha aytganda siyosat bilan shug'ullanayotgan deb ataydi-ki, bu siyosat bilan shug'ullanish emas, haqqi ega chiqayotgan. Haqqoniyatga ega chiqib, vatanim Sharqiy Turkistonning manfaati deyotgan. Aşı vatandagi manga o'xshash erkin dunyoda yashash fursati bo'lmagan, aşı Xitoyning zulmida erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarimiz bizni qutuldirdi deb umid kutayotgan aşı bechara xalqimizning ovozi bo'lma degan Uyg'urlar ozdi. Faqat soniyalaydi har bir davlatda. Ma davlatda falan bor, a davlatda falan bor deb. Hanim bo'lsa bugun bu biz u yerdan o'tib nurg'unlagan da'vogarlarimiz ailasining davosini qilib bo'lsin, tashkilotlarning yendi bo'lsin, vatan millatim uchun deb bo'lsin, milliy manfaat uchun o'tirg'a chiqyapti. Ammo yana yetarlik emas. Shuning uchun meningki mushu fursatdan foydalanib bizni anglayotgan qarindoshlarimizga tavsiyalarim bu bir muqaddas da'vo, bu bir ibodat. Buni birisi-birisiga qilib qo'ydigan yoki qilyotdi, shuning uchun men kaynida turib tursam bo'ladi deydigan ish emas. Bu hammamizning majburiyati. Men Uyg'ur degan qinida Uyg'urning qini eqiyotgan, yuragida Uyg'urning hujayrisi bo'lgan har qanday bir insonning bu mas'uliyati, majburiyati. Buni hammamiz qilishimiz lozim.
bu yolda bütün bizga o'xshash vatanim Sharqiy Turkiston deyotgan, shu yo'lda qo'lidan kelgan ishni qilay deyotgan hamma Uyg'urlar, da'vogarlar, tashkilotlar hammamiz birlashib, shu birligimizdan kuch-qudrat elib, vatanimiz Sharqiy Turkistonning hurligiga qarab minishimiz lozim. Chunki Xitoy tarixdan buyon qilib kelgan, inglizchada divide and conquer deymiz, bo'lib turib boshqarish, bir-biriga sap qo'yib turib boshqarish, bir-biriga qarshilashtirib qo'yib, A guruhga, M guruhga, A taraf, M taraf qilib qo'yib, buning beshiga chiqib o'tirib, qilini ichish degan bu taktikalarni bizga vatanning ichida ishlatib kelgan, vatanning sirtida ishlatyotdi. Shunga meningki har biringlarga tavsiyarim, bu yerda men hech kimga dars o'tmoqchi emasman, ammo mening o'zimning yuragimdan chiqqan so'zim, bu yo'lda hammamiz bir-birimizni qo'llayli, birlikda kurash qilayli, chunki bizga kelgan bu bizning oxirgi fursatimiz. Agar bu fursatni biz qo'ldan berib qo'ysak, bizning millatimiz faqat tarix kitoblarida shunday falan yerda Uyg'ur degan bir millat o'tib degan yerda qolamiz. Shunga endi mayli medialarda lobbychilik qilishdi bo'lsin, musulmon o'limalarga, musulmon davlatlarga anglitishdi bo'lsin, mayli xristiyan yoki shu cho'ng qirg'inchilik uchragan yahudilar bo'lsin, yana boshqa her qandaq yerda, masalan biz to'xtamay qilib kelayotganimizga o'xshash universitetlar, har xil aql qurilishlari, har turli tashkilotlar, har qandaq bir yerda Uyg'urning gapini qila oladigan fursat bo'lsa, buni shu fursatni o'zimiz yaratib qilishimiz lozim. Chunki biz anglatmasak, biz o'tirg'i chiqib, biz talab qilmasak, hech kim bizga akilib uni oltin taxsi bilan bizga erkinlikni, bizning da'voyimizni bizga tutqizib qo'ymaydi. Bizningki hurligimiz, vatanimizning erkinligi bizning tirishchanligimizga bog'liq. Shuning uchun da'voning cho'ng kichigi yo'q, muhim emasi yo'q. Bu da'vo yo'lda olgan har bir qadam bizning qilishga tegishli bo'lgan qadamlarimiz. Biz sebebini her taraftan qilib, natijasi Cenab-ı Allah'tan şunu to'xtamay sebep qiladi ekanmiz. İnşallah boshqa millatlar yashayotgan shu hurlik patarda bizga nasib bo'lgay. Rahmat hurmatli Ro'shan Abbos xonim, yuqorida xalqimiz qilsa qila oladigan, qo'lidan keladigan, noyta ammo muhim bo'lgan ba'zi bir nuqtalarni, umidlaringizni o'ttirg'a qo'yib o'tgan bo'ldingiz. Ya'ni bizning rahbarlarimiz, tashkilotlarimiz xalqaro siyosat yurgizayotgan, xalqaro da'vo elib berayotgan shunday yuqori maydonlardami yanada tövandagi avom xalqimizning dalil isbotlariga bizning ta'minlashini, shularning ko'plab guvohlik berishlarining biz uchun, rahbarlarimiz uchun, tashkilotlarimiz uchun nihoyat muhim o'rinda turayotganligini ta'kidlab o'tgan bo'ldingiz. Men bu yerda sizning chaqiriqingizni, kuch qo'shish chaqiriqingizni quvvatlash maqsadida qarindoshlarimizdan, xalqimizdan guvohlik berishga chaqiriq qilaman. Yani navod bu guvohlikning foydasi bo'lmagan taqdirdami? Men o'ylab qoldimki, shu necha yillar, hatto ming yillar ilgari shu qoldirib ketgan, ya'ni shu belgi qolganlarning shu toshlarga o'yib Xitoyga aldanmaslik, chiroyli so'zlariga qo'llanib ketmaslik, qizlarga, yepaklarga ishonmaslik to'g'risidagi shu eslatmalarni hozir biz Xitoyni tushunmayotgan, Xitoyning abdi basharasini bilinmayotgan qarindoshlarimizga, Turkiy xalqlarga isbot shaklda dalil sifatida ko'rsatib, tushuntirishga tirishib kelyapmiz. Biz hozirgi 21-yüzyılda bu ekran orqali, kamera orqali tirik bir dalil isbot sifatida hozirgi Xitoy xalqining bizdek Uyg'ur mazlumlarga qanchalik darajada bir zulmlarni, irqiy qirg'inchiliklarni, yo'qotish siyosatlarini yurgizayotganligini dalil isbotida qo'yib ketsak, bundan keyingi bizning xalqimizga, bundan keyingi insoniyatga Xitoyning naqadar nejis bir maxluq ekanligini tushuntirishda nihoyat muhim turkilik rol o'ynaydi ekan deb o'ylab qoldim. Hurmatli Ro'shan Abbos xonim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz, shundaqla alohida vaqt ajratib bugungi bu Uyg'ur ovoz suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun yana bir qatim sizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat.
Hürmetli görürmenler, Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən təsdiqlanğan Tor televiziyasının Uyghur Avazi söhbət proqramısı muşu yerdə axırlaşdı. Keyin qaytımlıq proqramımızda görüşkiçə aman boğaysılar, xeyir xoş.